Hech o'ylab ko'rganmisiz, nega dunyodagi eng boy 1% milliarderlar kecha-yu kunduz tinmay mehnat qiladigan insonlardan ko'ra 1000 barobar ko'proq daromad topishadi va natijaga erishadi? Yo'q, gap faqat pulda emas yoki omadi kelganida emas. Ularning deyarli barchasi hayotda bittagina haqiqatni, bitta formulani yaxshi bilishadi. Lekin ular buni ochiqchasiga ayta olishmaydi. Bu formula ruhiy magnit, tortish qonuni deb ataladi. Va bu qonundir. Ya'ni inson o'z niyatini shunchaki miyasida o'ylab qo'ymaydi, balki o'sha maqsadga erishgandagi ichki hislar va emotsiyalarni tana darajasida shunday kuchli his qiladiki, xuddi unda yashayotgandek. Va ruhiyati ana shu natijani hayotiga magnitdek tortib oladi. Bu qandaydir sehr jodu ham emas yoki folbinlik emas. Bu dunyo milliarderlari isbotlagan jonli tarix. Masalan, Jim Carrey hali mutlaqo kambag'al, pulsiz aktyor bo'lganida o'ziga xayolan $10 million chek yozadi. U har kuni o'sha pulni qo'lga olgandagi quvonchni, ichki xotirjamlikni butun vujudi bilan his qilib yashaydi. Oradan yillar o'tib, u rostdan ham xuddi o'sha miqdordagi gonorarni qo'lga kiritadi. Yoki mashhur milliarder Elon Musk. U hali SpaceX kompaniyasini qurishdan oldin raketalar koinotga uchayotgan lahzani, o'sha paytdagi g'alaba hayajonini va hislarini o'z ruhiyatida shunchaki yashab bo'lgan edi. Uning ruhiyati o'sha lahzaga magnitdek bog'lanadi va butun dunyo imkonsiz degan narsani reallikka olib chiqadi. Ular maqsadni shunchaki orzu qilishmagan. Ular o'sha lahzadagi hissiyotni hozirgi zamonga ko'chirib yashashgan. Siz ham o'zingiz qattiq xohlagan o'sha katta uy yoki mashina, qanaqadir maqsadga erishgan lahzalaringizni, o'sha paytdagi ichki xotirjamlik va g'alaba hissiyotini ruhiyatingizga to'g'ri joylashtira olsangiz va uni kelajakda emas, hozirda tasavvur qilsangiz, hayotingizda mo'jizalar boshlanadi. Kutilmagan joylardan pullar keladi, ishlaringiz o'z-o'zidan yurishib ketadi va atrofingizdagi hamma odamlar muvaffaqiyatlaringizdan hayratda qoladi. Siz o'sha maqsadga hamma hayron qoladigan tezlikda erisha olasiz. Xo'sh, dunyo milliarderlari qo'llagan bu ruhiy magnit sekreti formulasi qanday ishlaydi? Shunchaki Sekret filmini ko'rish bilanmi yoki uning boshqa sirlari ham bormi? Miyani qanday qilib oddiy o'ylashdan maqsadni hayotga magnitdek tortadigan rejimga o'tkazish mumkin? Men buni hech qanday ilmiy so'zlarsiz, qiyin atamalarsiz, xuddi hozirgidek eng sodda, sizga tushunarli bo'lgan tilda o'rgatish uchun mutlaqo bepul dars tashkilladim. Bu bepul darsda siz nimalar olasiz? Birinchidan, milliarderlar maqsadlarini qanday qilib ruhiyatga to'g'ri muhrlashini va buning formulasini bilib olasiz. Ikkinchidan esa niyatlaringiz shu paytgacha nega cho'zilayotganini, qayerda xato qilganingizni aniq-tiniq ko'rishni boshlaysiz. Uchinchidan esa eng muhimi, miyani va hislarni sekret rejimiga o'tkazadigan eng samarali ruhiy mashqni o'rganasiz. Men hamma sirli eshiklarni ochib berdim. Yechim esa darsda. Pastdagi silka orqali hoziroq bizning Telegram kanalimizga ulaning va bunday ajoyib darslikni o'tkazib yubormang. Chunki bu siz uchun belgi bo'lishi mumkin. Orzularingiz, maqsadlaringizga erishish uchun birinchi qadamni hoziroq qo'ying. Men sizlarni darsda kutaman.